bilasizlar. Biz aldığımız dersimizde şu elementlerini tepiş, yani XPath'ni qanday yazışni öğrenip ötken edik. Endi bugünkü dersimizde bolsa biz yana bir mazmunga ötüp ketimiz. Undaqda dersimizni başlap ketaylik. Avval men ma'u burunqi kodlarni o'chirib miyaga yangidan bir şu package kuray. Bu package'nin ismini day 3 yani 3. gün dep yazay. Yazıp finish'ni bastım. Basqandan keyin men bu yerga yangidan bir class kuray. Bu class'ning ismi driver bolsun. Driver degan şu bizniki Selenium'ni qo'zg'atqich. Yani WebDriver'daki driver'ning ismi. Endi biz her daim şu o'xshamagan WebDriver'larni ishlatamiz. Masalan, ba'zida Chrome'ni ishlatsek, ba'zida Internet Explorer va yoki şu Firefox yoki Opera degandek har xil WebDriver, ya'ni şu torbat qo'zg'atqichlarni ishlatamiz. Bugungi darsimiz bo'lsa, şu torbat qo'zg'atqichlarni chaqiradigan tayyor bir sinfdan birini qurib chiqaylik, ya'ni klassdan birini. Endi biz oldingi darslarda hamisha WebDriver ya'ni tam new Chrome driver deb o'rgangan edik. Ya'ni Chrome driverni qurish. Endi biz har xil driverlarni qurishni o'rganib baqaylik. Endi bu driverni masalan biz qurgan vaqtida biz avval bir narsa ehtiyojimiz tushganda, o narsa nima desanglar, şu Chrome driverni tushirish. Ya'ni tordan tushirib o'tgandik. Men oldingi darsimizni qaraydigan bo'lsak, oldingi darslarimizda mana miyadagi Chrome driverni biz tushagandik. Endi biz har xil driverni ishlatamiz. Masalan, miya Chrome driver emas, masalan Firefox driver bo'lsa, biz cho'qim shu Firefox'ninki nimasini ishlatishimiz kerak. Şu qo'zg'atqichini ishlatishimiz kerak, Firefox driverni. Endi mana buni yazdim. Yozgandan keyin import qilamiz. Xato Firefox driverni qurdik. Endi buni qurgandan keyin biz bu yerda system.set property'ga WebDriver Chrome driver deb yozgandik. Endi biz bu yerga Firefox'ni ishlatgandan keyin cho'qim bu yerga o'xshamagan driverlarni ishlatishimiz kerak. Ya'ni masalan Firefox'niki Gecko, IE, mesela Internet Explorer, Edge degandeklarning hammasini mishaga yozamiz. Undan keyin miyaga shu driverni qo'zg'atqichni adresini yozamiz. Mesela Chrome driver bo'lsa Chrome driver va yoki Firefox bo'lsa Firefox, Edge bo'lsa Edge degandek. Shuningga biz mushu driverlarga ehtiyojimiz tushadi. Endi buni qanday topamiz deganda, mushu Selenium'niki torbetiga kirsak, selenium.dev degan torbetga kirgandan keyin bu yerda Downloads deb Downloadsga kirgandan keyin Downloadsdan astiga tushadigan bo'lsak, mana torbetni ochdim, ochgandan keyin Downloadsni bosdim, tuvan tarafga tushimiz. Tuvan tarafga tushsak, bu yerda browsers deb, browsers shu tor ko'rgazgichlar. Bu tor ko'rgazgichlarda har xil tor ko'rgazgichlarniki shu qo'zg'atqichlar bor. Masalan, Firefox'niki mana bu yerda Gecko driver deydi. Buni implement qilish uchun biz documentationga borsak, documentationda mana buningki shu o'ziningki torbeti tushadi. Biz mishadan buni tushiramiz. Buni tushiradigan yerni topaylik. Downloads deganni topsak bo'ladi. Miyani bossak mavi torbet chiqadi. Shu torbetdan bu yerda sizning qaysi shu mashg'ulot sistemasini ishlatayotgan bo'lsangiz, shuni tushirsangiz bo'ldi. Masalan, siz Linux ishlatayotgan bo'lsangiz, Linux, Apple'ningki Mac'ni ishlatayotgan bo'lsangiz, macOS, Windows'ningki 32, Windows 64 degandeklarni bir yerdan bassangiz, bu tushadi. Masalan, Windows 64 ishlatayotgan bo'lsangiz, Windows 64 ni bassangiz, mana bu yerga tushdi. Buni ochib, shu yashgandan keyin adresini berasiz. Ya'ni zipni ochgandan keyin-da.
Endi biz mesela Internet Explorer, Safari, Opera, Chrome, Edge deganlar bor ekan. Mushlarni bir-birlab hammasini tushirib chiqinglar. Men buni tushirmay, sizlar shu darsdan keyin tushirib tayyor qilsanglar bo'ldi. Buni bunda ochgandan keyin endi buni tushiradigan yeri chiqadi. Mesela installing downloads deb bor. Downloads'ni bassak, mana har xil nashr borda. Shu nashrniga kirib, yana qaysi sistemni ishlatadiganligingizga qarata tushirsangiz bo'ldi. Buningki hammasi shu. Mesela Safari, Opera degandeklarning hammasiniki shu tushirish yeri yoki ishlatish usullari bor. Mesela Safari'da qanday buni shu nimga Mac'ga ishlaydigan shaklda qilamiz, qayerlarni tanishaymiz. Opera'niki da shu WebDriver'ni, ya'ni shuningki driver'ni qanday tushiramiz hammasi bor. Mesela Mac'da olsa Mac, mana Mac'niki tushdi. Andan keyin Firefox'niki, men Mac'nikini tushiray. Mac'nikini tushirib, andan keyin mana Gecko Driver Releases kirib, bu yerdan men shu Mac'nikini topay, Mac'nikini tushirdim. Hozir menda Opera, andan keyin Firefox'niki bor. Endi biz shularni ishlatib, shu driver degan klassni, ya'ni sinfni yozib chiqaylik. Mana o'chirib turay, save soon. Bizga hozir driver klassni biz qurdik. Endi biz bu driver klassni qurdik. Endi qurgandan keyin biz bu yerga avval private bu driver klassni biz shu singleton nimasi bo'yicha yozaylik. Driver qilib boshqa yerda, hech qanday yerda buni implement qilmaydigan, faqat class ismini chaqirib ishlatadigan qilsak bo'ldi. Private driver qilib bu mush bo'yicha yozilsin. Undan keyin biz shu bir tal WebDriver'niki ismiga ehtiyojli bo'lamiz. Biz buni qolgan vaqtda o'zgartirib qilsak bo'ldi. Hozir shu sinfning ichida o'zgartiriladigan qilib turaylik. Private boshqa yerda erishgil bo'lmasin bu ismga. Undan keyin o'zgartirib bo'lmasin. Shun private final deb yozdim. String browser name deb yozdim. Endi bu browser name'ga men cho'qim bir ism berishim kerak. Masalan, Chrome deb yozdim. Buni men boshqa Firefox'ni yozib qo'ysam, Firefox deb meyga yozsam bo'ldi. Qolgan vaqtida o'zgartirib qila olaman. Shunga hozir Chrome deb turli. Chrome deb bir browser ismini qurib oldik. Biz hozir mana shaklda hardcode qilib yozib turdik. Endi buni keyin biz yoki database'dan yoki JSON widget'idan va yoki property widget'idan chaqirib buni o'zimiz hardcode qilmaylam yozsak bo'ldi. Hozircha mana shaklda yozib turlik. Biz bo'lgandan keyin biz public static qilaylik. Class ismini chaqirib ishlatamiz. Public static. Undan biz bir buningdan return tarafiga WebDriver. Chunki bizga cho'qim bir WebDriver'dan birini qaytarib berish kerak. WebDriver getDriver deb yozaylik. GetDriver bo'ldi. Endi biz WebDriver'ni return qildik. Men aslida hozircha return null deb yozib turaylik. Bo'lmasa qizirib turib oldi. Mani import qilay. Import qildim. Endi biz mega bir tal WebDriver'dan birini qurib olay. WebDriver deb bir tal variable'dan birini qurib oldim. WebDriver sınıfıdan. Endi biz shu browserni endi bir-birlab yozib chiqamiz. Masalan, Chrome bo'lsa Chrome'ni qurg'in, Firefox bo'lsa Firefox'ni qurg'in degandek. Endi siz bu metodning ichida if ni yoza olasiz yoki switch case yozsangiz bo'ldi. Masalan, if browser name
equal ignore case deb yazsanızmı buludu veya ki switch'ni yazıp switch'da browser name'ni yazıp browser name mavi hazır bizdeki mavi məsətimiz statik bolğanlıq üçün bu statik məsət çoxum statik variable yoki statik qiymetlərini alalaydı. Çoxum biz private static deb kullanmışaq. Miyədə mavi static klassının içində non-staticni işlətməyimiz. Şuna private static final deb miyəni özgərtib qısanlar buldu. Mənə məşində switch case bilan yazalayımız. Yoki if browser name dot equal ignore case qilib equal ignore case anandan keyin masalan bu yerga Chrome yoki if browser name equal ignore case deganimiz equal ignore case mushu miya birinci harfi cho'ng yoki butun harf cho'ng kichik bo'lib qolsa buni shu birlam shaklda qilib cho'ng kichiklik upper case lower case ni hech qanday o'ylashmay og'in degan ma'noda shunday qilsak bo'ldi. Andan keyin else if qilib yana biz mushu condition ya'ni shartni miyada ignore case Firefox deb yazsak bo'ldi. Bu yan bir xil yozish usuli. Endi switchni qanday yazamiz deganda switch browser name yazdik. Ondan switchning ichida har xil case'lar bor. Case masalan Chrome bo'lsa qildigan ishimiz ondan keyin oxirida breakni yozamiz. Chrome bo'ldi case Firefox bo'ldi break case Opera kichik harf bilan yazsam bo'ldi Opera yazgandan keyin buning ichiga yana break qilib shunda butun shu web driverlarninki ismini yozib chiqsangiz bo'ldi siz ishlatadigan shaklda. Endi Chrome bo'lganda biz Chrome deb yozgan vaqtida miyaga Chrome'ni yozgan vaqtida biz Chrome'ninkini qilgan ishlarini qilamiz. Ya'ni biz miyada darsimizda Chrome bo'lib qolsa mavi kodni yozgandik. Mavi systemda set property web driver chrome.driver andan keyin shu driverninki adresini yazgandik. Ya'ni o'rnini biz mush kodni bir şey bilan akasak bo'ldi. Endi Chrome'ni tanladik. Chrome'da web driver chrome.driver qildik. Ondan Chrome driverninki ismini berdik. Bu shu do'lanisning ichida Chrome driverning ichida ekan. Endi Firefox bo'lib qolsa miyada mavi web driver miya Firefox emas, miya Chrome bo'lish kerak. Chunki biz Chrome'ni nim qilib ishlatdik. Chrome driverni ishlatdik. Chrome driverda manda bo'ldi. Endi Firefox bo'lgan chaqda biz shuni o'xshashni aklib miyaga yozamiz. Mayerki web driverni o'chirib o'tamiz. Chunki biz web driverni boshda miyada qurib bo'lgandik. Biz bu yana static qilib o'zgartaylik. Chunki biz static metodning ichida bo'lganligimiz uchun static qilib o'zgartdik. Driver new Chrome driver bo'ldi. Men aslida masalan miyani geico.driver bo'ldi. Miyaga shu geico driverninki ismini yozamiz. Geico driver. Buni endi qanday yozamiz degancha adam shu davlantishniki ichiga kiramiz. Davlantisini ochdik. Ochgandan keyin qaraydigan bo'lsak, mana bayamqi bizningki tushaganlarimiz mavi geico driver deganninki, ya'ni Firefox'ninki mana geico. Undan keyin biz yana Chrome driver Opera'ni tushadik. Opera'ninki mana ichida Opera driver deb miyada balki buni biz sirtiga
köçürüp açıp Opera'nı miyege açıkay. Keiko Opera mana biz buni miyege step yazıp hammasini şunun ichiga kirib qo'yaylik. Keiko markadi Chrome'ni akirdik hozir. 3 ta driver bor. Opera, Keiko, Chrome. Endi biz shu 3'ini ishlatamiz. Qaraydigan bo'lsak, biz bu yerga driver step 1 widget xaltasi qurdik. Driversning ichida Chrome. Undan keyin driversning ichida drivers deb yozdik. Bu yerga men Keiko degan ismni xato yozyaptimi? Buni o'zgartirib qilay. Bu yerdagi widget ismi qaraydigan bo'lsak, widget ismi mana Keiko driver. Cho'qim shu o'xshash ism bu yerda bo'lishi kerak. Keiko driver deb o'zgartdim. Buni o'zgartib bo'lgandan keyin bu yerdagi ismimni xato bo'lib qolibdi. Keiko deb yozdim. Endi bu Firefox'ning hamda Opera'niki qaraydigan bo'lsak, Opera'mi o'xshash. Bu yerda biz mana Firefox driver qilib o'zgartimiz. Bu o'zgartib bo'lgandan keyin shu o'xshashni ostiga ekirmiz. Ostiga ekirib, miya Opera bo'ldi. Opera bo'lgandan keyin miyaga biz shu Opera driver'ninki ismini yozamiz. Opera driver deb yozdik. Ya'ni Opera driver deb o'zgartdik. O'zgartgandan keyin import qildik. Import qilib bo'ldik hozir hammasini. Endi bu Mac'dagi yozilish usuli, ya'ni Apple'ninki shu MacBook Pro, iMac, har qanday Mac OS, ya'ni Mac mashg'ulot sistemasida shunday yozamiz. Agar siz buni Windows'da yozmoqchi bo'lsangiz, Windows'ningki mavi yozish usuli ma shaklda bo'lishi mumkin. Buni to'g'ridan shu widget nimesini o'zgartinglar. Oxirida bu yerda exe deb yozildi. Mac Windows ishlatib qolsangiz, Windows'da tushagan chog'da sizga shu exe, ya'ni executable shu ijro qilgan widget nimesi kengaytirilgan ismi aytildi. Shu cho'qim kengaytirilgan ismini Mac'da Windows'da exe qilib yozishinglar kerak. Bu shu Windows ishlatgichlar alayda diqqat qilishga tegishli. Endi qaraydigan bo'lsak, mana biz nima qildik? Browser ismini yozib oldik. Endi biz bu yerga qolgan ismini yozsak, masalan Opera deb yozsak, Opera'ni bu yerda switch browser name Opera bo'lib qolsa, Opera bu yerga keldi. Agar bu Firefox bo'lib qolsa, Firefox'ga keldi. Bu shu browserni farqlantirish uchun yozilgan. Bu driver degan klass pek muhim. Biz buni shu xizmatga chiqqan vaqtida, xizmatda arqali driver klasslarni ishlatib shu test case'larni yozsizlar, shuningga alayda diqqat qilinglar. Driver klassni qanday yozamiz, driverlarni, web driverlarni qanday quramiz degan narsalar pek nihoyatda muhim. Shuni amalga o'zinglar ishlatadigan butun shu to'g'ri ko'rgazgichlarni yozib chiqinglar. Undan masalan Apple'ninki bo'lib qolsa Safari, Windows'ninki bo'lib qolsa IE, Edge deganlarni ishlatamizda. Endi siz shu o'zingizning shu ishlatayotgan mashg'ulot sistemasiningki qaysi mashg'ulot sistemasi ekanligini avval tepib chiqib, buni kod orqali endi yozsizda, chunki sizning yozgan kodingiz avtomatik ishlatayotgan sistemaningki Windows yoki Mac ekanligini tepib, agar Mac bo'lib qolsa Safari, Windows bo'lib qolsa IE yoki Internet Explorer deganni topadi.
Windows turup Safari'ni açamaydı. Mac tuturup Internet Explorer yoki Edge'ni açamaydı. Şoňa şu närselerini özüňle izlenip, kandamy şu meşgula sistemini kanda tepip çykymyz, kanda alymyz şularny tordan izlep köýseňler boldy. Endi biz bir synak ýazaýly. Driver test dep ýazdym. Ýazgandan keyin main message ýazman. Main message ýazyp, aň awal men nimiş kılman? Aň awal web driver kılıp biz baýamky driver.get driver degenni meýede kurup çykymyz. Bu biz burun kandak kılgandyk deseňler web driver new Chrome driver dep manda ýazdykda. Hazır onda ýazışymyzdaki hiç kандай hajat ýok. Andan keyin maw system.set property degenimi biz ýazışymyzyň hajat ýok. Çünki bunu biz bir qatam ýazyp boldyk. Şoňa bunu gaýta ýazışymyzyňky hajat ýok. Biz maw driver degen klassy meýerde ýazyp boldyk. Hazır bu bizge nimeni gozgup berdi diýen wagtda driverda Firefox ogaşka bizge Firefox'ni gozgup berdi. Eger biz bu ýerge Chrome'ni ýazgan bolsak, Chrome'ni gozgup berdi. Endi biz driver.get kılıp ýazyp bir torbatny iç bakaýly. https google.com dep ýazdym. Ýazyp bunu ijra kılıp bakay. Run as kıldım. Java application kılıp manguzdum. Koraýsynsyň ma tarapda açıldy browser. Hazır bizge Google'ni açıp kıpırdı Firefox'ta. Motor sel aslı okşaydı. Kaytadan açay. Driver'ını kulduk. Hazır bir ýerde hatalyk bakken maw yazgan kodumyzyny bir gaýta görüp çykyly. Awal bunu kılıçdan burun awal biz maw driver null bolup kalsa, hiç kanday bir driver kurulmaya kalsa kıldıganny kuraylı. Eger driver hiç kanday driver bolmay kalsa, yani null bolup kalsa many kursun dedik. Endi bunu kıp boldumu? Kıp bolgandan keyin biz bu ýerden null da biz koyduk. Biz bu ýerge driver'ni nim kıldık? Return kıldık. Bayan biz hatalyk çykypalmasyn dep null kıp bolgan. Hazır mar return bolmasa bu kızırıp aldy. Çokum web driver'dan birini return kılış gerek. Şoňa biz bu ýerde kurulgan driver'ni nim kılışymyz gerek? Return kılışymyz gerek. Hazır bu tügdi. Endi driver testni iç bakaly. Google açıldı da. Google açıldı. Endi bu biz meyede driver.close degen işletmedik. İşletmegeçke bu takalmadı. Endi biz yana bir nim yazaýly, class'dan bir methoddan birini ýazyp, driver'ni close kıldyganny yazaýly. Biz bu ýerge public static void close driver dep yazaýly. Bunu ýazyp endi biz şu içige driver'ny kanda close kıldyganlygyny şeýle ýazsak boldy. Endi biz driver biz baýam kurup bolgandyk. O ýani driver'da bir Opera driver yoki Firefox driver'dan birisi bar. Şoňa biz şu driver null bolmasa, ýani bir driver'dan birisi bolup kalsa, kurulgan bolsa, biz anandan keyin bunu nim kılaýmyz degende
quit qilib, ya'ni chekinish quit yoki close qilib qilsak bo'ldi. Buni driverni oxirida null qilib qo'ysak, driverda null qilsak, driver null bo'ldi. Keyin qaytam qurgan vaqtida biz shu driverni qura olamiz. Hozir mana close driver deganni yozdik. Endi biz bu yerga driver.close driver deganni ishlasak bo'ldi. Endi qaytadan run qilib baqiling. Mana o'chirib o'tay. O'chirib o'tdim, bu yerda ichildi. Torbet ichilgandan keyin bu torbetimiz o'chidi. Driver hozir bu yerda bir xatolik bor ekan. Bu xatolikni unshayli public static void if meni xato yozyaptimi? Driver not null. Mana bu yerda driver null bo'lmasa deganni yozdik. Null bo'lmasa, ya'ni bir driver bo'lib qolsa, anandan keyin quit qilamiz. Buni qaytadan run qilay. Google ochildi, mana o'chdi. Bu o'sha driver degan klassniki ishlatish usuli. Ko'rganinglardek biz bu yerga browser name deb qo'yib oldik. Ammo biz buni Chrome qilib o'zgartirsakmi bo'ladi. Chrome qilib o'zgartib, endi mani hech qanday o'zgartish qilmay run qilsak, bizga Chrome ijro bo'ldi. Miyada mau driver inki mau ismida xatolik bor o'xshaydi. Chrome driver mana yozdik. Drivers Chrome driver. Okay. Endi buni miyada qaytadan run qilay. Do not execute, does not exist. Miyada mau Chrome driver ninki pastda bir xatolik bor o'xshaydi. Chrome web driver. Miyada mau yantisizlik qilib qolibdi. Endi qaytadan ijro qilay. Mana ijro bo'lyapti. Chrome ochildi, o'chdi. Qaytadan buni bir ijro qilay. Init remote successfully deydi. Ma'zur meniki mau Chrome'ninki nashri 84 bo'lib qolganligi uchun mau Chrome driver'ninki bilan mau browser'niki, ya'ni ishlatayotgan tor ko'rgazgichniki nashri o'xshamaganligi uchun xatolik berdi. Shuna ikki nashri cho'qim o'xshash bo'lishi kerak. Hozir men Opera deganni sinab baqilay. Cho'qim sizlar shu ishlatayotgan nashrni o'sha tushagan nashr bilan o'xshash qilishinglar kerak. Bo'lmasa buni xatolik chiqadi. Hozir bu yerda mana open driver degan, Opera driver degan executable emas deydi. Qaraganda xatosini tushirib olgan o'xshaymiz. Bu Opera driverni, ya'ni shu nimidan mana o'xshash bo'lishi kerakdi. Mana unda bo'lmay emasken, shunga xatolik beryapti. Mana o'chirib o'tib Opera driver Mac
xatosini tushirib o'xshaymiz. Shu aşı to'g'risini qaragan xatosini tushirib o'xshaymiz. Aşı to'g'risini tushirib tushirgandan keyin ondan buni ishiltib qilsak bo'ldi. Qolgan o'zinglar shu torbatdan tushirib sinab qilsanglar bo'ldi, ammo kodninki yezilishida hech qanday masala yo'q. Faqat shu hujjatni cho'qim shu ijro qila oladigan hujjat shaklida tushirishinglar kerak. Bu yerdagi driverniki ismi cho'qim to'g'ri bo'lishi kerak. Buni qilgandan qolgan masala chiqmaydi. Bundaqda bugungi darsimiz mushakaygacha bo'lsin. Keyingi darsimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga emanet.